Biz oldingi soatlik darsimizda Visual Studio'ni tushirish va qachlashni ko'rib o'tdik. Ee, Visual Studio tushirib qachlangandan keyin ustal yuziga bu belgi paydo bo'ldi. Navoda paydo bo'lmasa boshlash tizimligidan bevosita yechib ishlasak bo'laveradi. Men hozir Visual Studio'ni tunji qatim qachlangandan keyin tunji qatim qo'zg'atib ko'rmoqchi. Visual Studio qo'zg'alyotidi. Visual Studio tunji qatim qo'zg'algandan keyin bizdan tizimlatishimizni so'raydi. Yana burungi tushagan elxat adresimiz bilan tizimlatib ishlatsak bo'laveradi. Yoki bo'lmasa keyincha tizimlatmoqchi bo'lsak, hozircha tizimlatmayman, keyincha tizimlatay deb bu tanlashni tanlasak bo'ladi. Visual Studio'ning tunji qatim qo'zg'alishi bo'lg'achqa, bu qatimli qo'zg'alishga sal uzunroq vaqt ketadi. Keyingi qatim qo'zg'atgan vaqtda bunchalik uzun vaqt ketmaydi, osonla qo'zg'aldi. Visual Studio qo'zg'aldi. Bu qo'zg'algandan keyingi ko'rinishi. Hamda biz Visual Studio orqali tunji programmamizni yozib boqaylik. Visual Studio qo'zg'algandan keyin biz program yozish uchun oldi bilan bir project qurishimiz kerak. Projectni bu yerda new project deb qursak bo'ladi yoki tizimlikdan new project deb tanlab bossak bo'ladi. Buning har ikkalasi o'xshash. New project deb tizimlikni tanlagandan keyin bu yerda bizdan qaysi programma tilida programma tuzmoqchi ekanligimizni so'raydi. Ya'ni hozir bu Visual Studio'da Visual Basic, C# C++ qatorliq tillarda programma tuziladi. Ondan Windows SQL serverningki sondan programmalar nima, sondan funksiya ba'zi ixtiyorlarni shuningdek yozib qo'shqili bo'ldi. Bizga lozimi Visual Studio, Visual C#. Buni tanlagandan keyin bizdan qandaq turdagi project quradiganligimizni so'raydi. Biz Windows ustal yuzi programmasi tuzmoqchi. Buning ichida Windows Form Application ko'znaklik programma, WPF Application, bu Windows Presentation Foundation, an'anaviy ko'znaklik sistemidan keyingi yana bir ustal yuzi programma shakli. Undan keyin Console Application, ya'ni buyruq mashg'uloti altida, ya'ni burungi DOS altiga o'xshash ijro qilinadigan programma. Ondan Class Library, bu mustaqil programma emas, ammo programmada tatib ishlatadigan amba. Ya'ni bevosita o'zi ijro olmaydi, boshqa programmalar tatib ishlatadi. Ondan quruq project. Biz hozir Windows Form Application yozgan ko'znaklik sistemi qurishni tanlaylik. Buni tanladik, hamda hujjatni, ya'ni projectni nega saqlaydiganligimizni so'raydi. Nega saqlaydiganligimiz va ismi. Biz ismini Hello World deb qo'yaylik. Ondan saqlaydigan mundarija. Biz bu yerdan ustal yuzini tanlab, buning ichidan extra size degan mundarijani, ya'ni mashq mundarajasini tanlab beraylik. Undan keyin OK knopkasini bossak, yangi project quriladi. Bizim projektimiz qurildi. Qurilgandan keyin dastlabda bir ko'znak yashadi. Projektning ichidagi hujjatlar bu Solution Explorer ko'rindi. Ko'znakning yoki har qanday bir obyektning xosligi bu yerda xoslik ko'znagida ko'rindi. Hamda biz
konkret program yozayli. Ko'znakning cho'ng kichikligini xohlagancha tanishlaymiz. Biz buning ustiga bir knopka qo'shaylik. Knopkani qo'shish uchun bu toolbar, ya'ni qural sanduqini ochamiz. Mixlab qo'yaylik. Buning ichida ko'p ishlatadigan kontrollar. Knopkani tortib keldik. Biz har qanday bir ko'znak qurgandan keyin yoki kod yozgan ahvol ostida o'zimiz ishlatmoqchi bo'lgan obyektlarga cho'qim ism qo'yamiz. Biz bu knopkaning ismini qo'yaylik. Xosliklar bir qadar ko'p, buni ilib tartib bo'yicha yozaylik. Buningki name xosligi. Buni avtomatik qurib bergani button bir ekan, biz buni o'zimiz bir ism qo'yaylik. btn hello bo'lsin. Hamda buningki text xosligini ochib, buning ismini uyg'urcha qo'yaylik. Marhaba dunyo. Buning ismini o'zgartirib, namada xat chiroyli ko'rinmasa, buning xat nusxasini ham shu xoslik ko'znagidan tanishib belgili bo'ldi. Ya'ni font. Bu yerdan biz bir uyg'urcha xat nusxasini tanlab beraylik. Sen el-Katib Tor tizimlashtirdik. Xat nusxasi o'zgardi. Biz hozir ko'znakka bir knopka qo'shdik. Knopkaning ismini va tekstini o'zgartirdik. Endi biz shu knopkani bosgandan keyin bir uchur ramkasi chiqadigan programma kodini yozib boqaylik. Knopkani bosgandan keyin chiqadigan kodni yozmoqchi bo'lsak, odatda shu knopkani 2 qatim bossak, kod yozish ko'znagini ochib beradi. Ya'ni mousening so'l knopkasini 2 qatim qo'sh chekimi. Mana ochildi. Yana bu yerda bizga qo'yib bergan ism button hello, ya'ni biz qo'ygan ism, buningki click, ya'ni besilish hodisasi. Biz bu yerga kod yozaylik. Message box ticket show. Buning ichiga hello world. C#'da har bir jumla oxirlashgandan keyin bir chekitlik bash bilan jumlani oxirlashtiramiz. Ya'ni kod yozildi. Bu jumlaning ma'nosi message box degan bir obyekt. Ya'ni bizga odatda uchur ko'rsatib beradigan uchur ramkasi. Buningga show degan bir funksiyasi bor, ya'ni metod. Buningga beriladigan parametr shu, ya'ni ko'rsatadigan tekstni parametr qilib berdik. Endi biz buni saqlaylik. Ijro qilib ko'rib boqaylik. Ijro qilish knopkasini bosdim. Ya'ni biz tuzgan programma hozir qo'zg'aldi. Hemen buningki knopkaga bosgandan keyin bir uchur ramkasi chiqadigan kod yozgan, besib ko'rib boqaylik. Mana hello world, ya'ni biz bu kodga yozgan uchur bu yerda ko'rindi. Ya'ni bizningki tunji programmamiz muvaffaqiyatli yozildi. Ya'ni program tuzish shunchalik oson. Endi biz buni yana ozroq davomlashtirib bir qancha ortiq kod yozib sinab boqaylik. Buni taqib etdim. Bu yerni taqsaq bo'ldi yoki bo'lmasa Visual Studio'ningki bu to'xtash knopkasini bossak bo'ldi. To'xtadi. Ko'znakni ochdik. Men bu yerga bir dona label qo'shdim.
ya'ni tekst ko'rsatadigan kontrol. Uningdan keyin bir dona tekst ramkasi qo'shdim. Uningdan keyin yana bir dona knopka. Uningdan keyin yana bir dona label. Biz hozir ko'znakka yangidan 4 dona kontrol qo'shdik. Buningki ikkisi label, birisi text box, yana birisi knopka. Biz kontrol qo'shgan ekanmiz. Buningki cho'qim ism qo'yishimiz va xosliklarni, munosabat xosliklarni o'zgartirishimiz kerak. Buning ismi lbl name, ya'ni label name bo'lsin. Buning teksti ismingiz. Bu text ramkasininki nomi txt name. Bu ismni inglizcha qo'yamiz. Knopkaning ismi btn show bo'lsin. Yana ko'rsatish knopkasi. Bu labelning nomi lbl result, ya'ni natija bo'lsin. Biz bu labelninki cho'nligini ozroq tanglab qo'yaylik. Ya'ni bu yerda size xoslik var. Buni kenglik egizligini xohlagancha tanlab bersak bo'ldi. Masalan, kengligi 100, egizligi 20 deganga o'xshash. Bu hozir avtomatik bo'lib qolibdi. Qayni bu xosligi. Buni false qilib qo'ygandan keyin buningki xosliklarni bu yerdan xohlagancha o'zgartiramiz. Yoki bu yerdan tortib ham o'zgartirsak bo'ldi. Buningki xat nusxasini cho'ngroq qilib qo'yaylik. Xat nomeri 24 bo'lsin. Bu knopkaninki teksti ko'rsat bo'lsin. Hamda bularning xat nusxasini hammani bir qatimlab o'zgartmoqchi bo'lsak, hammani tanlab xat nusxasi xosligini o'zgartsak bo'ldi. Yana font buniki xat nomeri cho'ngib ketibdi. 11 bo'lsin. Endi bizning yozmoqchi bo'lgan kodimiz bu text ramkasiga ismingizni kirgizib, ko'rsatish knopkasini bosgandan keyin bu ostidagi labelda bir jumla so'z ko'rinadi. Buniki kod yozib ko'rib boqaylik. Ya'ni kod yozish ko'znikini achish uchun bu ko'rsat degan knopkani qo'shib chekimiz. Chekdik. Kod yozaylik. Oldi bilan text ramkasiga kirgizilgan tekstni ayrim bir yerga saqlab olamiz. String str_name tang text name, bu ko'znakdagi text ramkasining ismi. Cheket
Bunun tekst xasligi. Yani bu cümlenin ma'nosi tekst ramkasininki tekst xasligini, ya'ni ichidagi tekstini strname nomidagi bir o'zgarguvchi miqdorga saqlab qo'ydi. Endi biz bir cümle hosil qilaylik. String str result, yani natija strname bu tekstlarni uyg'urcha yozay. Salom. Yani bu yerda sizning ismingiz qo'shildi keyiniga. Undan keyin yana bir pesh siz programma tuzishni cho'qim o'rganalaysiz. Biz bir cümle hosil qilib oldik, ya'ni ismingiz bilan qo'shib. Endi biz bu uchurni ko'znakdagi labelga chiqaramiz. Biz uchur ko'rsatmoqchi bo'lgan labelning ismi lbl result. Buningki tekst xasligiga ustida biz hosil qilib olgan jumlamizni qo'shib beramiz. str result. Tugadi. Endi biz buni ijro qilib ko'rib boqaylik. Ijro qilish. Yana programmamiz ijro bo'ldi. Bizning oldin qatim yozgan kodimiz bu knopkada, biz keyingisini bu yerga yozdik. Endi bu yerga ismimni yozay. Ko'rsat knopkasini bosay. Yani bu yerda kelib chiqqan natija salom Ali Erkin. Siz program tuzishni cho'qim o'rganalaysiz. Yani bu yerda xat patmay qolibdi. Biz buningki mau labelninki xasligini o'zgartiraylik. Biz buningki kengligini muqim bekitib qo'ygan 395. Ichidagi xat patmadi, shuni biz buningki auto size xasligini, ya'ni cho'ng kichikligini avtomatik belgilaydigan xasligini u chiqib qo'yamiz. Endi ijro qilib ko'raylik. Kirgizgichni uyg'urcha o'zgartdim. Salom Ali. Siz program tuzishni cho'qim o'rganalaysiz. Yana bizningki programmamiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Yana yuqorida ko'rsatilganga o'xshash Visual Studio'da C# tilida program yozish shunchalik oddiy. Siz buni cho'qim o'rganib ketalaysiz. Navoda siz mushu mashg'ulotni joyida qila olganlar bo'lsangiz, program tuzishni cho'qim o'rganalaysiz. Navoda buningda qiynalgan bo'lsangiz, undan keyin o'rganmaslikni o'zingiz o'ylashib baqsangiz bo'ldi. Visual Studio'da program tuzgan vaqtda har qatim kod yozgandan keyin saqlash knopkasini bosib saqlaymiz. Yoki bo'lmasa ijro qilsak, oldin qatim yozgan kodlarimizni hammasini saqlaydi. Bu soatlik darsimiz bu shundan tugadi.